Şu bir şeyde sizin cevabınızga bu yukarıdaki cevabı koyuyorum vatandaşlar bir yerde tutulsun. Sizce milletimiz yani diaspora dikiler medyanın gücünü ve kıymetini hakiki düşünüdü, bildi dep qaramsız. Düşmanımızdan yukarı dedim ben düşmanımızdan bu sağa seylevatkan şunca valla meblağga karşı biz nim qılalıdık. Muşunda medya sahasının en yardımsız taşlap koyuluşu da sizce bizninki yani kimnin hatalığı köp dep qaraysiz yani teşkilatlarning milletimizning mı yoki biz axborotchilarning hatalığı köp mü bu sahada mesela. En addisi sizlar mesela yani şuncha valla yıl hizmet qilib şuncha valla kasb yetishgan insonlar davlat shaqqida turbining suyini etken hamon sizlar ertasidan boshlab mesela Amerikadagi bir yerdami yani nurg'un xalqimiz bir yerga kelib sizlarni yana bu harvini bu chaqni cho'giltishga ikkinchi kundan boshlab yani sizlarmi tashlab qo'yildinglar yani masalan. Ya biz xalqdan zada onu kütmedik. Albatta bizning içimiz ağırgını bu axborot organi Uyg'urlarning ovozi bo'lib ishlayotgan Erkin Asiya radiosi yolg'iz bir xabar taqisidigan joy emas. O'z navbatida Uyg'ur tilini saqlayotgan va taraqqiy qildirayotgan bütün Uyg'urlarning arxiv ya'ni ombiri desak bo'ldi. Hamma sohadagi uchurlarni topqili bo'lgan bir uchur arxiv ombiri. Bu ombar vayron bo'ldi. Bu qo'limizdan katta yani. Shu. Bu bek qimmatli narsa. Aslida biz diasporadagilar biz shunun qimmatini bilgan bo'lsak, istiqlolni ahvolini amiyat yani ko'rib turibsiz. Kelgandim yani ko'rdingiz. Shuni saqlanishiga yani bunu derhal bunu davomlashtirib turadigan mesela diasporadagilar mesela shunday medianing qimmatini tushunmaslik sabab yani buningki xatolik xalqdimi yoki biz axborotchilar sabab deb qarayman men kuzatishimcha to'g'ri bizmi shu vaqtdagi ommaning inkosimi bizni azdi ba'zan. Endi u hamma Uyg'ur vakillik qilmaydi albatta. Xitoyning kuchi bilan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hatto ajab yaxshi taqvidiklar yaxshi bo'ldi deb Amerikadagi yashayotgan ba'zi insonlarning shunday to'rlarga chiqib ahmoqona so'zlarni qilgandan biz nim qilmadik, ko'nglimiz yerim bo'lib, ularning fikrini bak cho'ng bilib qilib ketganimiz yo'q, lekin afsuslandik-chu. O'zining millatining ichidagi shu fidokor insonlarni bir qo'llamasa mayli, hech bo'lmasa tillamasa, hech bo'lmasa ayblamagan bo'lsa-mu, ma millatning bir sifatida bir ko'tarilish bo'lganini ko'ra oldik. Ammo shu vatanimiz qo'ldan ketgan zamondagi shu ahmoqonalikni, ya'ni vatanimiz uchun, ya'ni Hör Sharq Turkiston uchun, Uyg'ur millati uchun badal berguchilarni, badal to'laguchilarni o'zimiz Xitoy hukumatiga chiqib o'zimiz o'ltirib, o'zimiz shuna Xitoymi o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'yishdi. Bundaq tarix bak jiq takrorlandi-ku. Bizmi chet elda turib yana vatanning ichida 200 deganda toza millatimizdagi eng nachar xarakterlar suv yuziga chiqibdi-ku. Shu azroq dushmanlik valla bir-birini chiqib degandek. Odamning ko'nglini yerim qilgan tarbiya bu, lekin bir-birini qo'llab yo'shirib qo'ldiganlarmi az emas. Bizmi Erkin Asiya radiosi ancha-muncha shundaq fikrlarga ko'z qirimiz tushdi. Ammo ko'pincha sonda Uyg'ur xalqimiz azoblandi, umidsizlandi. Bu bizni azdi. Millatimizning ovozining o'chib qolishiga bo'lgan bu afsuslanarli narsa bir yurak og'rig'i bo'ldi hammamiz uchun. Bu muhimdi. Az badal to'lanmadi. Bizlar emas, menlar emas. O'zingiz bilgandek oxirida biz demak xalqimiz haqiqiy tushunmaydi medianing kuchini. Tushunmasligi mumkin. Ya'ni va kutgan umidi bakchiq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Amaliyotga qaramaychi. Masalan, men bu ba'zi bir Uyg'ur ijtimoiy taratquv vositalari deb maydonga chiqqan qarindoshlarimizni hurmat qilib tirishchanligini texmi jiqqaysun degan yo'sinda ularni qo'llab shu Erkin Asiya radiosi taqilib qolgandan keyin muxbirlik nima deymiz rasmiy Erkin Asiya radiosining xizmatchisi sifatida endi sobiq muxbirga aylangandan keyin azroq erkinlikka erishib bir qancha medialar o'zimizning shaxsiy ijtimoiy taratqularda gap qilgan bo'ldim. Savollar, ya'ni menga tushgan savollar qarsangiz, medianing asli xarakterini, ya'ni Erkin Asiya radiosining qanday qurilgan, qaysi doirada uchur taqta olaydi, bulardan xabarsiz ekanligini bayqab qoldim. Ya'ni bir
Amerika hükümetidek bir hükümetinin kongresidan tasdiqi bilan xalqdan yani baj orqali yig'ilgan puldan ayrilgan bir qism nima bilan qurilgan bu radioning qandaq chek chegarasi borligi. Bu narsalardan ancha xabarsiz bo'lg'achqa Sharq Turkiston demidi, nima uchun Sharq Turkiston demaydi bular deb keyindan xoin, yana biz nima degan sifatlashlar bilan ayblashlar to'rladiki. Bu xalqimizdan biroz yani izlenmeydiganlığı, biraz nadanlığımızı yani gösterip berdi endi. Bir narsaga bahs berishdim bu ya, burun onun arka görünüşü, nima uchun shundaq bo'lganligi, kim o, qandaq degan savollarga bir yaxshi javobni topgandan keyin endi bilmaydigan narsalarni so'rash kerak deb o'ylayman. Har qanday bir masalada. Shunga biz tek pishib yetilmabdik. Xalqimiz ham shundaq. Belki biz kütken joyidan to'liq chiqib bulanmagan bo'lishimiz mumkin, ammo ishoninglar ki Uyg'ur xalqiga men va yoki mening xizmatdoshlarim sobiq hammasi kuchining yetishidan oshirib xizmat qildi. Albatta maash berdi, maash bermagan bo'lsa ular ishlamaydi degan gaplarni ko'rdik. Amerikadagi bir davlat hammani qazga olsiz, uydan tortib maşınğıça, ballarının ali mektepte okutuş pullarıgıça, bankadan qazilib. Amerikadaki bir rəhimsiz iqtisadi bir dövlətdən o yerdə reallik hamda onu tölemisiz yaşayamayısınız hamda şundaq bir holatda. Evet, siz ko'chada qolasiz. Bizga berilgan maoshmi faqatla hayotimizni normal yashashga yetadigan bir maoshdi. Ash fidokor muxbirlarimiz agar vatanda bo'lgan bo'lsa, professordan yuqori darajadagi xizmatlarni qildigan nihoyatda oliy hayat yani süptü bo'lgan mundaq insonlar bo'lgan bo'ladi. Ularga jiq badal to'ldi. Shu bu yerdagi beriyotgan badal bilan erishganning o'rtasida cho'ng farq bor albatta. Biz maaş uchun ishlaganlar emas. Biz yani ovozsizlarning ovozi bo'lish uchun ishlaganlar. Shuning uchunmi qalbimiz shundoq azoblandi bu ovozdan o'chib qolgan. Lekin ishonamanki bu yerda yetilgan muxbirlar uzun yillik hammasi tajribaga ega. Agar fursatli bo'lsa yana o'zininki yani shu g'oyasi bo'yicha yana xizmatlarini xalq uchun yani Uyg'ur millati Sharq Turkiston uchun qilgan xizmatlarini o'zining kasbidimi, o'zining asli ona kasbi deymiz, o bittagan maktablar o'qishi, tarixi. Shuning asosan yani qilib ketalaydi.